Shu holatda 3 mahal tomoq og'rig'ingiz virusli bo'ladi, bakteriyali bo'ladi, har qanday holatda 3 kunda yaxshi qiladi. Xudo xohlasa. Endi nima bilan chayayotganimni gaplashamiz. Men tayyorlagan retsept bilan tomog'inglarni chayadigan bo'lsanglar, bomba tomoq og'rig'inglar uzoq 3 kunni qolib, sraz yaxshi bo'lishni boshlaydi. Hech qanaqa antibiotik, hech qanaqa tomoq shishmaydigan dori umuman kerak bo'lmaydi. Bizga kerak bo'ladi tuz. Qaynoq suvimizga bitta choy qoshiq tuz solamiz. Yarimta choy qoshiq soda solamiz. Pishvoy soda. Oshxonada ishlatiladigan. Meni eng yaxshi ko'rgan narsam butun dunyo professorlari etib kelayotgan gvazdikadan shuncha bir taxminan 10 tacha shunda solamiz. Buni bitta aralashtiramiz. Gvazdika qaynoq suvda ozgina ivib, rastvori chiqish uchun, ichidagi moylari chiqish uchun shuna bekitib qo'yamiz. Uzog'i 10-15 minutga. Ungacha suvimiz ham ilib qoladi. Endi masalaga ketib beraman. Bilasizlar, tuz mesning og'riq qoldiruvchi hisoblanadi. Antiseptik, antibakterial hisoblanadi. Soda ham xuddi shunaqa. Gvazdika bo'lsa ichidagi moylari bilan tomog'ingizni moylab berib, tomog'ingizda har xil infeksiyalarni, bakteriyalarni, viruslarni o'ldirib beradi. Prosta wow. Gvazdikani ming xil hoziraqalar isbotlangan dalillar chiqib ketdi. Butun organizmga foydaligi bo'yicha. Keyin bunda tomog'ingdan chayganinglardan keyin eng zo'r joyini aytaymi? Shundoq bir xo'ch 5-6 ta gvazdikani olasizlar, shuni og'zingizga solasizlar. 1 soat og'zingizda tursin, maza qilasizlar. Bir kunda 2-3 mahal chayasizlar, 3 mahal chayinglar, og'zingizga shuni solib qo'yaverasizlar. Любой septaleta bo'ladimi, gramidin bo'ladimi, любой tomoq shishmaydiganlardan ancha kuchli effekt beradi. Aytgancha bu rastvor bilan kattaroq bolalarni tomog'ini chaysanglar ham bo'ladi. Ya'ni 5-6 yosh. Kichkina 3 yoshli bolalarning tomog'ini ham chaysa bo'ladi. Shpris olib ikkita yoniga boshini egib turib yuborasizlar. Chotki bo'ladi. Bolalarni ham agar yutib olmasa og'ziga gazga solib qo'yadi. Hech qanaqa zarari yo'q. Sog'liq birinchi o'rinda, salomat bo'lasizlar. Aytgancha buni tomoq tez olib turadigan, shomilashib boshlayotgan qarindoshingizga, o'rtog'ingizga hammaga jo'natib qo'ying. Foydali bo'lsin.